Ko'pchiligiga yoqadigan Julian geroyini skillari va kombolarini o'rganamiz. Julian birinchi skilli berilganda raqibdan magический urun beradi va tekkandan keyin raqibni 30% ga 1 sekundga sekinlashtirib qo'yadi. Julian ikkinchi skill birinchi fazasi uni mobilnisiga javob beradigan skill hisoblanadi va ko'rsatilgan tarafga dash qiladi va raqib ichidan o'tganingizda unga magический urun beradi. Julian uchinchi skill birinchi fazasi raqibga berilganda uni dash skilllarini deyarli 1 soniyaga cheklaydi va unga magический urun beradi. Kombolariga kelsak, unda atiga 3 tagina kombo bor, chunki har bitta oxirgi bo'lib bergan skillingiz ikkinchi fazaga o'tadi. Masalan, birinchi skillni oxirgi bo'lib bersam, bu bitta kombo va 1-ga-1 faytlarda bu kombo juda ham zo'r va raqibni tezroq o'ldirib yuborasiz. Massive faytlarda bo'lsa, 3-skillingizni oxirgi bo'lib ishlatishni maslahat beraman, chunki u bir vaqtda o'zida kontrol ham beradi, sekinlashtiradi, ham magический urun oladi. Ikkinchi skill ikkinchi fazasi bo'lsa, qochib ketish, yetib olish uchun juda ham zo'r hisoblanadi va bosgan payti sizga hech qanaqa urun kontrol ta'sir qilmaydi. Bufflarni maksimal tezlikda urmoqchi bo'lsangiz, birinchi yo ikkinchi skillingizni ikkinchi fazasidan foydalanib uring. Uchinchi skill bilan ursangiz, juda ham ko'p vaqtingiz ketib qoladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Julian uchun sborka va emblemalarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim havolasi kanal biosida.